Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar to'r betiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Kuz faslini eng yaxshi fasl deb qaraydigan kishilar oz bo'lmasa kerak. Bu faslda yo'pirmoqlarning rangi seriq, qizil, oltin ranglarga o'zgarib, tabiatni boshqacha go'zallashtirib etadi. Kishilarning turmush ritmi ostilab, biroz orom olg'usi keladi. İlgari men kuz faslini to'liq yaxshi ko'ratdim. Ammo bu yil hijron, g'iriblik tuyg'ularida yuribdim. Bugun 11-oyning 9-kuni. Men qadrdon dadamdan ayrilganimga dal 1 yil bo'lgan kun. Qo'limga ixtiyorsiz Shvetsiyada o'ltirishliq shoira do'stim Rahila Kamalning Kamal Ketdi nomli she'rlar to'plamini oldi. Rahila bu to'plamni rahmatlik dadasiga beg'ishlagan. O'tganda İstanbulga borganimda tasaddiqiy holda do'stim Rahila bilan uchrashib qolgan edik. Shu vaqtda men fursatni g'animat bilib, Rahila bilan qisqa suhbat o'rinlashtirgan edim. Tövende aldı bilen şu söhbetimizni huzuruңlarga sunaman. Andın Kamal Ketdi nomli she'rini o'qib beraman. Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar to'r betiga xush keldingiz. Meni bilasizlar, men Nuriya Rahman, ammo yenimdagi bu xonimni bilmasliginglar mumkin. Bu mening shoira do'stim Rahila Kamal. Hozir Shvetsiyaning Stockholmda o'tirdi. Turkiyaning İstanbul shahrini biz odatda uchrashish nuqtasi desakmi bo'ladi. Chunki bu yerda dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlar maslahatlashib, bir-biriga deyishib yoki mana bizga o'xshash shunday bir tasaddiqiy holda kelib uchrashib qoladi. Ben bu qitim İstanbulga kelgan vaqtimda do'stim Rahilaning kelganligini anglab bakmi xursand bo'lgan. Bugun birga tamoq yeylik deb bu fursatdan foydalanib Rahila sizni munbardagi qarindoshlarga bir tanishtirib etay dedim. Undaq bo'lishida bilasizlar kitap o'qish munbirimizda vatandagi donliq yozuvchilarimizning nodir asarlarini o'qib berish bilan birga yana muhojiratdagi Rahilaga o'xshash yozuvchilarimizning adabiy asarlarini, jumladan she'rlarini ancha-muncha o'qib beryapman. Mana bugungi mushundaq bir yaxshi fursatdan foydalanib, garchi restoranda bo'lsaqmi, o'sha fursatdan foydalanib sizlarga do'stim Rahila Kamalni bir tanishtirib etay. Albatta bu yerda biz yolg'iz emas, boshqa do'stlarim bor, lekin ularning ekrandan ancha chiqqisi yo'q ekan. To'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Qani Rahila, sizning Kamal Ketdi degan she'rlar to'plamingizni qo'limga elib, shu bir o'ltirishimda boshdan oyoq hammani bir o'qib etdim. Shunchalik hayajonlandim. Bu kitobdagi she'rlarning hammasini munbarda cho'qim o'qib beraman dedim. Şu uchrashishimizdan foydalanib kitap o'qish munbirimizdagi do'stlarga shu kitobimiz haqida biroz tanishtirish bergan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Kitap o'qish munbiridagi aziz kitobxo'mar do'stlar, tuqqanlar, vatandoshlar, salom do'stim Nuriya. Aleyküm selam. Qo'yni güzel bir didarlashib bo'ldi İstanbul'da. Ben o'ylamagandim. Bugün bir yerde Nuriya bıraklam dostumla hoş qilay, kitap xomar dostumla hoş qilay deb ish kishni birlam tutirman do'stim deb bugün meni bu yerga taklif qildi. Buningga shukr. Boy Nuriya meni bek maqtib etib qoldi. Endi shu do'stim uchun meni bek yaxshi ko'rganlik uchun deb o'ylayman bir yoqdan. Endi undaq buncha ko'p maqtashlarga loyiq deb qaramayman endi. Chunki ichimdagini o'zim bir Nuriya maqtaganga o'xshash yozolmayapman degan haliqi bearamchilik yoki bir yetolmaslik nas ichimni doim qiynaganlik uchun mumkinda shunday his qilaman. Men o'z ko'nglimni yozolmayapman, yozgan narsalarni yozolmayapman degandek. İnşallah bundan keyin
Şu bir yerlerin içilip şeylerden çıkıp gider, yazmakçı bolganlarım. Чоқым жаза аласыз, ішінемен. Әмді Нұрия бая kitap doğruluk tapqadı, bu gepke özüge keley. Bultur 2022 yılı 5. ayda bir şeyler toplumum kamal ketdi, degan bir şeyler toplumum e'lon qilindi. Endi bu kitap haqida nimalarni so'zlasam bo'larkin, toza o'zimni bilolmay qoldim, lekin bir nuqta bor, shuni deb bergim keladi. Bulutmu şu kitapni o'qiganlar keyin mendan jiqlab so'rdi. Bu she'ringizdagi kitapning ismini Kamal Ketdi deb qo'yibsiz. Kitobingizning ichida birinchi she'ringiz dadingiz shu Kamal degan kishiga bag'ishlangan she'r ekan. She'ringizni o'qib Kamalning sizning dadingiz ekanligini bildik. Bu she'rni siz qanday qilib kitobning ismini qilib tanlab qoldingiz, nima bunday qo'yib qoldingiz degan savolni so'raganlar bor albatta. Şularımı əmdi bəzirge dələldim, bəzilərge dələmidim. Əgər muşu ekran arqılıq anlaşınız qalsa cavabım olsun. Kamal Ketdi deb muşu şe'rimning mavzusini kitap tanlashimda mundaq ikki xil sabab bor. Birincisi qiz bolaniki, bir qiz bolaniki hayotidagi shu birinchi eng o'ziga eng ishonchlik, o'ziga eng mehribon bir erning obrazi dadisi bo'ldi ekan. Dadisini ulug'lab, dadisini intayin yaxshi ko'rdi ekan. Dadalarning qizlarga bo'lgan muhabbatini deb o'tirish bu ortiqcha deb o'ylayman. Shu sababdanki dadam bilan boshqa qizlarga o'xshash mening aloqam bek qo'yiq deydi dadam bilan doimlar. Temalar ustidan bek ozod paranlashalardim, fikrlashalardim. Gapni o'chig'ini desam, klassik emas bizning munosabatimiz. Men dadam bilan bek ochiq paranlashalardim ko'p temalar ustida. Dadamni qabul qiladi, mening ba'zi bir eskiliklerimni degandek. Shunashqimki dadamdagi ayrılgan kunlarda bir narsani ichiga qamlib qolgandek, so'raydigan savollarim javobsiz qolgandek, shundoq his qildim. Shundoq bek seg'inish shundoq turayotgan kunlarimning ustida tuyuqsizlam dadamning qazo qilib ketganlik xabarini anglab qoldim. 3 oy burun dadam qazo qilib ekan, uni boshqa bir tanishlar orqali anglab, shu damonliqqa bu reallikni qabul qilolmay qoldim. Chunki endi bu qazo degan albatta bu peshonamizga putilgan hammamiz bu dunyoning hikmini ketimiz albatta. Biroq endi dadisi tugab ketib 3 oydan keyin angladi degan gap mush o'zini qabul qilolmadim-da. Endi dadamning oxirgi chaqlarda menga deydigan gaplar bor bo'ldi. Bilimlarni cho'qim deyis bor bo'ldi deb, shu nima demoqchi bo'ldi deb, shu javoblarni bekchiq o'zim bekchiq so'radim. Kechalari uyg'onib ketib, shu so'rayman, shu savolni so'rayman. Menga cho'qim bir nima deyisi bor dadamning. Men ish telefon urib baqmagandim, men qayt ursam urmamdi degandek. Amaliyotda telefonlar urilgan, lekin telefonlar ilinmagan. O 2018-yillar butun ammamizning o'g'illarning hayotida duch kelayotgan shunday bir qismatli telefonlarimiz taqilib qolgan mezgillar edi. Shunga men shu bir nimani ichiga kirib qilib chiqolmadim, faqat o'rnimdan turolmay, ashtaq bir xil odamni xolamay javobini og'inolmaydigan savollar bilan o'zimni baq qiynab ketdim. Keyin qandoq bo'ldi tuyuqsiz shu bir kuni ishib ketib, ishimga shu Kamal Ketdi degan she'r ashtaq ishimdan o'zi chiqyotdi-da, gap bo'lib o'zi chiqyotdi. Ashni telefonimga ovozliq ishimda kelgan gaplarni telefonimga ovozliq so'zlab yo'l bo'yi ashtaq qilmadim. Xatolaşmasam poyezdga vaqtimiz bo'ldi, men deb bergandingiz. Ovozliq qilib ovozimni telefonga oldim, elib shuni bilan ish qildim. Kechda qaytib kelib ovozimni anglab turib, qaytadan uni yezib chiqdim. Yezib chiqib, yiliqini o'zim teshib chiqib o'qib bilan shunchalik qattiq unsilib yig'ildimki, endi işte yig'layolmagandim. Ishimdan yig'i chiqmagan. Qishimda qattiq yig'ildim, onun kaydan shu bolalarim uydagilar qaytadan yanımda turib ular nimalarni berdi, ular o'qib berdim, uni mesela o'quvchi yana yerimni o'qimayman, bir she'rni chiqitdimki bo'lib ashta qilib o'qidim.
Şu kun ötdi, ertesi səhərdə tursam, xuddi rastlam şu bir narsa meni kutib turgandek, ertesi şunda yengil bir xil azada öykülərni gap qilgim keldigan bo'lib, o'rnimda turibdiman. O'zim shunda hayron qoldim. Menga shu she'r o'zi bir terapiya keldi. Uni tanishning sababining biri mening ig'ir musibatdan ham chiqishimga, shu musibatdan ham chiqishimga, ham ig'ir ruhiy holatdan qutulishimga bu she'r menga bir xil davo bo'ldi o'zimga deb o'ylayman. Boshqalarga shu davolarni ishidagi bir davo endi. Shu bir 12 ikkinchisi şu dadam özünün şuna bir arzusu batida daim dadam deydi. Balam, siz men bek yaxşı görmə balam sizin şeirlerinizi deb vatanda şeirlerim e'lon qilinsa dadam tepib aşnımda kesib, çaplab bir aşda saqlab qo'yadi da dadam basam. Balam qilib qo'ydim sizning karınız yo'qkan balam bu bir saqlab qo'ysangiz xatir bo'lib qoldi deb. Ham deydi, mishlarni chiqib balam bir kitob chiqib qo'ying balam. Hamma narsa unutilib ketadi ekan, butun narsa tugaydi. Kitob yuzidagi narsa qoladi balam. Bir kunlarda balalarınız başını okup sizni kitap orqali əsilsə, apam mandaq bir ayol ekan, apam mandaq o'ylaydi ekan deb sizni bilsə, u texmi bir go'zal balalarınızga sovg'a bo'ldi. Qolgan narsani hammani balalarınız ala oladi, buni ololmaydi balam. Bir kitap bulup saqlang deb boshlab ketadi. O hayat vaqtlarda ularni shu bugun erta deb yo e'lon qilmay, o'zim ishim bilan bo'lib, men ularga ahmiyat bermayapman. Özümde bir xil yengilleş, bunun davası yok, to'liq davası yok. Lekin ma'lum darajada özümde yengil his qilgandan keyin qaytadan bir talpinish ko'ngli uyg'ongandan keyin men qanday qilsam dadamni xush qilar, dadam xush bo'lar, men nima qilsam dadam xush bo'lar deganni o'yladim ikkinchi qatimda. O'ylab baqsam, dadam uchun duolarni har doim qilaman ekan, dadam uchun juda go'zal xayollarni surdi ekanman, lekin aşı dadamdan bir tilkini o'rlasam dadam cho'qim xush bo'ldi. Eng xush bo'lgan narsa shu dadam buni biladi, men ishni qilsam da. Shundan tutish qildim, uydagilarimiz qo'lladi. Shunda tez vaqtda bo'ldi. Mishning ro'yobga chiqishiga mushlar sabab bo'lganligi uchun ko'proq shuning uchun mush sherdagi mavzuni mush kitob qilib tanlab qo'ygandim. Rahmat canım. İyi gaplarni qilayotgan bo'lsam nem qilasizlar, ko'ngillarga olmasizlar, endi g'am qayg'u o'lim hammamizning beshimizda bor, lekin har xil shakllar keladi ham. Biroq shu ba'zida qabul qilmoq ba'zan vaqtlar biroz qiyin ekan. Hozir yaxshiman lekin, undan yana nurg'un she'rlarni yozyaptim. Rahmat Raila, rahmat. Mana bundaq shoirlarninki she'rni o'qigan vaqtimizda, anglagan vaqtimizda yuraklarimiz titramay qolmaydi. Men uchunmi dadam mening hayotimda birdan bir shartsiz söygen shundoq bir go'zal inson. Albatta mening dadam bilan bo'lgan muhabbatim ota bolalik shundoq bir kuchli mehr muhabbat. Xo'sh, rahmat jinim. Amsa tövende diqqatinglar Kamal Ketdi nomli she'rda bo'lsin. Kamal Ketdi, Rahila Kamal. Aldı bilen mazkur kitapdaki mualliftin degan temada berilgan kirish so'zni o'qib beraman. To'limi yiroqda qolgan shu go'zal bolaliqimda boshqa qizlarga o'xshash yugurib, kepinaklarni qo'g'lab yoki qo'nchoq o'ynab ketmaydim. G'alit xiyollarni ko'p suratdim. Masalan, Gulbargidagi shabnamni ko'rsam, gulni yig'labdi deb o'ylaydim. Yulduzlar nima uchun yerga tushib ketmaydi deb so'raydim. Bobamning biri chilon to'ruq e'tibori edi. Atning ko'zi menga bak chiroyli va sirliq ko'rinadi. Atning ko'ziga chivin qo'nib olganini ko'rsam, ko'nglim bak yerim bo'lib, chivinlarni qo'rib ketdim. Bundaq chaqlarda doim dadam yenimda savollarimga qiziqarli javoblarni berib, meni texmo kangri ruhiy bo'shliqlarga boshlaydi. Xiyollarimni parvoz qildiradi. Dadam bilan qopiya keltirib o'ynashni bak yaxshi ko'ratdim. Men G'ulji shahrida tug'ilib cho'ng bo'ldim. Xinjiang universitetining axborot kasbini bitirib, 1993-yildan boshlab Eli Kashlik gazeti idorasida muharrir, muxbir va tahrir bo'lim mudiri bo'lib ishladim. 2004-yili vatandan ayrıldım.
Hazır Şvetsiyaның paytaxtı Stockholm'da yaşayman. Vatanda 100 parçaga yaqin asrim e'lon qilindi. Xizmat jarayonida ko'proq axborot asarlarini yozdim. Naqsha, bir puhraliq yolg'iz bu shahar, Yog'och otliq Shahzoda qatorliq she'rlarim va bir qancha axborot asrim turli mukofotlarga erishdi. Vatandan ayrilgandan keyin 10 yil javobiga hozir o'zimni qanoat qilmaydigan sabablar bilan qalamimning siyohini quritib qo'ydim. Balkim to'g'risi yezishga jur'at qila olmadim. Keyin dadamning, oilamning zo'r ilhomi bilan yurak yorlarimni she'r bilan davolashga, o'zimni izlashga boshladim. Yozganlarimni ijtimoiy aloqa supalarida do'stlar bilan ham baharlab mangdim. Yozganlarimni yoqtirganlarmi, yoqtirmaganlarmi bo'ldi. Buningga ancha e'tibor berib ketmadim. Qayta yozish jarayonida shuni bildimki, she'riyat haqida o'rganadiganlarim to'limi ko'p ekan. Yaxshi yozish uchun bak ko'p o'qish kerak ekan. Zo'r qilib o'ltirib, balkim maqola yozg'ili bo'lar, lekin she'r yozg'ili bo'lmaydi ekan. Bu jarayonlarda bir turkum she'rlarim turk, yapon, ingliz tillariga tarjima qilinib, o'qirmanlarning yaxshi bahosiga erishdi. Nurg'un she'rlarim turkcha jurnallarda e'lon qilindi. 10 parcha she'rim chet eldagi shoirlarning tunji she'rlari to'plami Tilsiz qushlarga kirgizildi. Izdinish nomli tor jurnalida she'rlarim davomli e'lon qilinib turdi. Men yozg'im kelganda yozmasam ichim titildaydi. Bu yozganlarim vatan ichi sirtida ig'ir kirsizga duch kelayotgan adabiyotimiz, ona tilimizni saqlab qelish va qutqizish uchun qarlig'ach og'zidagi suvchilik bo'lsa-mu mehnatim bo'lsa-kan deyman. Men bir ona. Kelajakda qizlarim, nevarlarimga mendan mushundoq go'zal bir xotira qolsa-kan degan armonim bor. Keyingi tuqqanlarim bilan vatanim, kimligim, hasrat, armonlarim o'tirsida bir bog' bo'lsa-kan deyman. Bu kitobga asosan yaqinqi bir qancha yil ichida yozgan she'rlarim kirgizildi. Az bir qismi burun vatanda yozganlarimdir. 2018-yillardagi vatan bilan ota-ona qarindoshlarimiz bilan aloqamiz butunlay uzilgan shu qora kunlarda bir yaqinim orqali dadamning xeyli burun bu dunyodan ketganlik xabarini anglaganimda o'zimni yettirib qo'ygandek his qilgan edim. Bu qalamni dadam bermaganmidi? Vatanda har qandaq asrim e'lon qilinsa, dadam bak xushal bo'lib yig'ib saqlaydi. Ko'p qitim telefonda yozganlarimdan bir kitob qoldirish degan edi. U chaqlarda ancha e'lon qilmabdim. Dadamdan ayrilgandan keyin ichim faqat illimedi. Dadamning ruhiga tinmay duo qildim. Dadam yoqtirdigan ishlarni o'yladim. Oxiri agar dadam hayot bo'lgan bo'lsa, bu kitobni chiqarsam, dadamning hammadan bak xushal bo'ladiganligiga ishondim. Ham buningga tutish qildim. Shunga kitobimning ismini dadamga atalgan she'r bilan qo'ydim. 2022-yili 1-mart Stockholm. Kamal ketdi. 18-dekabr men poyezdda edim. Biri ismimni chaqirgandek bo'ldi. Ha? deb soldim. Oldimdagi o'rindiqda o'ltirgan, yashangan buvay hossi bilan sirtni ko'rsatdi. Qori yig'iyotdi. Yerga tushibla eriyotdi. Qorning ko'zi yo'qmikina? O'g'zilarga, yaproqlarga, dengizlarga, etizlarga yog'si bo'lmamdi. Qori nega yig'ishini o'zi tanlayolmaydi. Oq peti yerga tushib, patqoqqa aylanadi oyoqlarda. Mening ko'zim, mushukning ko'zi, sherning ko'zi, hatto pitning ko'zi ko'rib, ilg'ab dassaymiz. Ko'rib, cho'rib yeymiz. Dunyoning yuzi bor deydi. Ko'rdim,
Uduldun rangdar, yandın qara iken. Dünyanın közü var deydi. Kördüm, teşidin şahla, göhüri yara iken. Del şu günü, qar yakkan günü. Dünyanın közü körmesde, bir məzlumның yüzü gülmesde. Kamal ketdi. Ketişler bolup turudu. Öydün işqi ketimiz. Gulcadın ürümcige. Yaki biz ayallar ketip qalımız anamızның öyige. Hatta qit'a atlap ketip qalımız Gulcadın Şivetsiyege. Lekin Kamal ketdi. Aqның yeniga 75 yıl saklap yürgen özüge. Kamalның almış aptulları, özüdek əfsər ustaxan jigitleri, sanduq kitapları, qoşnularga yasap bergen kan ocakları, ğuncu boy apanlar dep maqtanıdığan dil kişi hemrahi. Kamalni qadinas velosipediga mindirip, appak qardın ak libasını giydirip uzutuptu. Bizni kütüp durun o yerde. Yetküzün Tanrı'ga körkellerini bu yerde. Kamal ketdi. Tün tağdan açtı. Sizni seyğindim. Seyğiniştin. Yağmurdek yığladım. Ahırqı qitim. Siz ketiştin xeyli burun. Bir sözümüz yadigar kaldı. Kızım, yerini çın desem, meni jığlamay əslim. Kamal ketdi, mendin ketmedi. 50 yıl söydüm sizni, bu mu yetmedi? Maqul, yerini çın deseymen, sizni jığlamay əsleymen. Közümdek közünüzni əsleymen. Şiirdek sözünüzni əsleymen. Nurga aşık yüzünüzni əsleymen. 1945 yıllardaki kök asmandek balalığınızını, 1970 yıllardaki çeylengen yaşlığınızını, 1980 yıllardaki namratlıqqa qılğan küreşlerinizni, 1990 yıllardaki meni Ali mektepke uzatqandaki hayacanınızını, 2000 yıllardaki bağrınızdan ayrılıp ketkinimdeki hicranınızını, 2018 yıldaki ölük telefonlar, vahime ensireş seyğinişlerini, 18 dekabirdeki qarlıq günni, siz ismimni çaqırğan, yollarımga qarıgan, siz ketken günni esimde saklayman. Tamam. Hürmetli qeyrindaşlar, elbette bu dünya hemmemizge bir konalgı. Kelgenkemiz çokum qaytimiz. Uluq Allah bizden vaqtsiz ayrılgan mehriban analarımız, qadirdan dadalarımızның o dünyalığını cennette nurla içide qılğay. Amin. Mikrofon aldıda Nuriye Rahman. 2023 yılı 11. ayının 9. günü Canbade ünge elindi.